Biz yodlamaymiz, biz tushunamiz. Assalomu alaykum. Bugun biz selection sort algoritmi haqida gaplashamiz. Sonlardan foydalanish o'rniga men bu ustunli diagrammadan foydalanaman. Menimcha shunda tushunish ancha osonroq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bular mutlaqo tartibsiz. Xuddi jismoniy tarbiya darslaridagi safimizga o'xshaydi. Xo'p, maqsadimiz ularni eng past bo'ylisidan eng baland bo'ylisigacha o'sish tartibda joylashtirish. Tanlab saralash usuli mana bunday. Avval eng kichik bo'yni topishimiz kerak. Uni topish uchun barcha bo'ylarni ko'zdan kechiramiz. Bu yerda eng kichik joriy ustun sariq rangda ifodalangan. Eng kichikni topganimizdan so'ng, uni birinchi o'rindagi ustun bilan almashtiramiz. Mana endi birinchi o'rin butunlay saralandi. Endi ikkinchi o'ringa o'tamiz. Jarayonni yana qayta takrorlaymiz. Qolgan ustunlarni ko'zdan kechiramiz. Eng kichigini topamiz va uni ikkinchi o'rindagi ustun bilan almashtiramiz. Va shunday qilib, ustunlar asta-sekin tartibga kelayotganini ko'rishingiz mumkin. Mana hammasi saralandi. Bu animatsiyani yana bir marta boshqa ustunlar bilan qo'yaman, faqat tezroq. Endi biz ushbu algoritmni JavaScript va Python dasturlash tillarida yozamiz. Biz massiv yaratishdan boshlaymiz. Shunchaki sonlar to'plami, musbat, manfiy va 0. Hammasi tartibsiz. Keyin selection sort funksiyasini yozamiz. Bu funksiya massivni o'sish tartibida saralaydi. Siklni 0 dan boshlaymiz. Avvalgi eng kichik son shu yerda deb faraz qilamiz va kichik o'zgaruvchiga i indeksini saqlaymiz. Endi ikkinchi siklni boshlaymiz j bilan. Bu sikl i dan keyingi barcha sonlarni tekshiradi. Har bir sonni hozirgi eng kichik son bilan solishtiramiz. Agar undan ham kichik son topsak, kichik indeksni yangilaymiz. Sikl tugagach, eng kichik son qayerdaligini aniq bilamiz. Endi uni i pozitsiyadagi son bilan almashtiramiz. Shu bilan bitta son o'z joyiga tushadi. Oxirida massiv to'liq saralanadi va biz uni funksiyada qaytaramiz. Bu tanlab saralash algoritmi JavaScriptda. Endi xuddi shu algoritmni Pythonda yozamiz. Mantiq o'sha, faqat sintaksis boshqa. Pythonda kod qisqaroq va o'qilishi osonroq, to'g'rimi? Endi siz tayyor funksiyalarga tayanmay, o'z saralash funksiyangizni yoza olasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.